barcha ommaviy axborot vositalari va huquq himoyachilariga murojaat. Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro va milliy tashkilotlar. Biz Hizbut Tahrir Islomiy siyosiy partiyasi O'zbekistonda uzoq yillar davomida ozodlikdan mahrum etilgan a'zolarimiz bilan bog'liq vaziyat yuzasidan sizlarga rasmiy murojaat yo'llaymiz. Shuni ta'kidlash lozimki, biz sizlarni musulmon va qalbida iymoni bor kishilar deb bilganimiz uchungina bu murojaatni yo'llamoqdamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: musulmon musulmonning birodaridir. Unga zulm ham qilmaydi, uni tashlab ham qo'ymaydi. Buxoriy rivoyati. Ma'lumki, O'zbekistonda Hizbut Tahrir partiyasi a'zolarining aksar qismi davlat hokimiyatiga qarshi faoliyatda ishtirok etganlik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Biroq mazkur ishlarning ko'rib chiqilishi jarayonida sud instansiялarining xolisligi va mustaqilligiga oid jiddiy savollar mavjudligi barchangizga kundek ravshan. Shu bilan birga, xalqaro huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar tomonidan partiyaning faoliyati siyosiy va g'oyaviy xarakterga egaligi, uning zo'ravonlikka aloqador emasligi qayd etilgan. Shu nuqtai nazardan, bu mahkumlarning maqomi siyosiy mahbuslar sifatida ko'rilishi lozim. Ma'lumotlarga ko'ra, ayrim shaxslar 1999-yildan buyon, ya'ni 25 yildan ortiq muddat davomida jazoni ijro etish muassasalarida saqlanmoqda. Ularning huquqlari, jumladan inson sha'ni va qadr-qimmatiga oid normalarga rioya etilishi masalasi alohida e'tibor talab qiladi. Ishonchli kishilarning xabar berishicha, Qashqadaryo viloyati Koson tumanida joylashgan 10 sonli JMda diniy siyosiy mahbuslarga nisbatan xuddi zolim Karimov rejimi davridagidek, hatto undan-da o'tib tushadigan darajada zulmlar qo'llash boshlangan. Shuningdek, mahkumlar holatiga oid axborotning cheklanganligi va shaffoflikning yetarli emasligi mazkur masalaning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Xususan, siz ommaviy axborot vositalari tomonidan bu masalani chetlab o'tish va ikki standartlik, ya'ni ikki yuzlamachilik asosida yondashilayotgani ham bor haqiqat. Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi talabimizni bayon qilamiz. Mahbuslarga doir inson huquqlari sohasidagi xalqaro majburiyatlarga to'liq rioya etilgan holda, ushbu masala yuzasidan xalqaro hamjamiyat e'tiborini tortib, mahkumlar va ularning oilalariga huquqiy va gumanitar yordam ko'rsatish. Shuningdek, barcha ommaviy axborot vositalariga ushbu masalaga jurnalistik axloq taqozo qilganidek xolislik bilan yondashgan holda mahkumlar ahvolidan keng jamoatchilikni xabardor qilish. Biz ushbu murojaat tegishli tashkilotlar tomonidan ko'rib chiqilishiga va inson huquqlarini ta'minlash yo'lida amaliy choralar ko'rilishiga umid bildiramiz. Olamlar Robbisi aytadiki: yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilingiz. Gunoh va tajovuzkorlik yo'lida hamkorlik qilmangiz. Allohdan qo'rqingiz. Shubhasiz, Alloh azobi qattiq zotdir.